Poyqadam. Rosa yegisi keladi odam. Shuncha odam topolmayapti, shuncha reklamani besamar ketyapti. Xo'jayim, sal e'tibor bermaslar, be'tiborlik qoldiradi. Xalq qiynalyapti, bo'ldi, reklama suxoy ketyapti, bo'ldi. Qilmasam bo'lmaydi. Endi yaqinda. Assalomu alaykum xo'jayin, tuzumsiz? Gapir, Omil. Nima bo'lyapti? Charchabdi odam. Xo'jayin, poyqadan tushunkamizda odamlar qayerdan topishni bilmayapti. Shunga bitta ma'lumot qilib bersa bo'lmaydi. Voy, necha marta qaytarib aytishing kerak? Biz bir poyqadan bilan shunqadan qilib qo'yaymi o'tsan? Ha? Bir nimatini eshit, internetga kiriladi. Mari Group. Eshitib, Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Mari Group. Instagramga ham yozib qo'yamiz, hammaga aytamiz, Mari Group deb yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Rahmat xo'jayin. Ana shu Mari Groupga kirilsa, hamma informatsiyani oladi. Qo'y go'shti, mol go'shti, tovuq go'shti, voy tashbaqadan qillaring, tashbaqadan konservatsiya qillaring. Mana qilishdi qo'ziqorindan. Vitaminga boy. Nega shuni qila olmaysanlar? Tez yasab, butun dunyoga tarqat. Qo'yqadam butun dunyoga tarqalish kerak. Buni sankimlar. Xo'ja, Bo'ldi. Xo'p, xo'jayin, xo'p bo'ladi. Gör. Ximiya, o'zimni ximiya. Bu fizikami yo ximiya? Algebra. Geometri. Anatomiya. Demek turizm bo'yicha Xo'jayin yana bir ovozingni o'chir. Xo'jayin taqib Bo'l. O'zingda urma. Shuni paytda gapirma dedim. Ishni qistirma. Shuni paytda ishni qistirma. Ish paytda shuni qistirma. Sen menga qarasam qo'y qadamman, sen shu qadamga o'xshaysan. Mayli. Bu qo'y qadam bo'ldi, chempion bo'lyapti. Yana ham zo'r o'tib ketib qopti. Ham shirinlash. Nima qo'shding? Sarnet. o'sha keyin masrafga tushib ketuvdi-da. Yo, tushunmadingiz. Uydagi masrafga buzilib qolibdi. Shunga keyin bozorga tushib ketdi demoqchi edim.